Lekin 5 ta ishida xato qilgan bo'lsa ham, ishini ko'proq qismida adolatli hukm chiqarganligi uchun bu odamni adolatli qozi deymiz. Inson mutlaq adolatli bo'lishi mumkin emas. Albatta unda bir xato bo'ladi, nuqson bo'ladi, kamchilik bo'ladi. Demak, bu odam 1000 tadan 995 ta hukmi adolatli bo'lganda ham 5 tasida xato bo'lgan. Demak, uning adolati nisbiy deyiladi. Mutlaq deyilmaydi, mukammal deyilmaydi. Endi Alloh subhanahu va taoloni adolatli deganimizda-chi, Robbimizni qanaqa hukmi bo'lgan bo'lsa, qancha hukmi bor bo'lgan bo'lsa, hammasi mutlaq odil hukmlar. O'zini mulkida bironta maxluqqa Alloh azza va jalla zulm qilishi mumkin emas. Endi adolat bilan zulmni ham bir ozgina tushunchasini berib qo'yaylik. Adolat bu zulmning ziddi. Zulm adolatning ziddi.